Yozda suvli vitamin D, qishda yog'li vitamin D berish kerakmi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz, to'g'ri vitamin tanlashni o'rgataman. O'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, suvli ham, yog'li vitamin D ham bir xil samaradorlikka ega. Emizikli bolalar uchun buni ahamiyati yo'q. Chunki ona sutida vitamin D ni so'rilishi uchun yetarlicha yog' ham, suv ham mavjud. Shuning uchun yozda suvda eriydigan, qishda yog'da eriydigan vitamin olish shart emas. Bu shunchaki mif. Suvda eriydigan vitamin D biroz tezroq ta'sir qilishi mumkin, lekin uni tarkibida ko'pincha spirtli aralashmalar mavjud bo'ladi. Yog'da eriydigan vitamin D ni saqlash muddati biroz uzoqroq, lekin ikkalasini farqi faqatgina shunda. Masalan, Turkiya davlatida chaqaloqlarga vitamin D ni bir tomchidan berish 1998-yildagi bolalar orasidagi 6% rahitni 2008-yilga kelib 0,1% ga tushishini ko'rsatgan. Pediatr sifatida tavsiyam, dori sifatida ro'yxatdan o'tgan vitamin D ni har kunlik profilaktik dozada bering. Vitamin D ni liqildoqlarga ta'siri haqida opisaniyada ma'lumot qoldirdim. Bu alohida mavzu.